76 kvadrat plus 28 kvadrat o'zini balkoni bor. Uchta xonani okam shunaqa idealni joylashtirib qo'yibdilar. Bitta o'zingiz ko'ring. Hozir videoni kiruvishdan boshlab obzorini qilib beraman. Mana bu bizning kiruvirish eshigimiz. Kirdi ro'parada sanuzyulimizni qilingan. Sanuzyul, mebel, kir yuvish mashinasiga joy, dush voyalarimizgacha qilingan. Kirdi o'ng qo'lda oynali burchak, mebellarimiz qo'yilgan. O'rtada stul zona va bu bizning oshxonamiz. Oshxonani mana shunaqa studiya qilib joylab qo'yibdilar. Ranglarni tanlanishiga bitta ahamiyat berib qo'ying. Mana bu oq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu takoy mintoloviy rang освещениyalarda shunda ko'rinib turibdi. Xo'p. Kirdik oshxona. Oshxonamizda bu yerda ovqat tayyorlaydigan zonamiz, pech, plita, vычишка, tepada yana bitta ventilyatsiyasi bor. Bu yog'imizda bizning xolodilligimiz joylashgan. Mebelli ichida. Xo'p, birinchi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebellari qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa zal, divanli zona, panoramli oyna, aylanasiga xullas balkon. Oilaviy divanda o'tirib, mana bunaqa televizor ko'rib o'tiradigan joy bo'lgan. Ikki yon taraflama shkaf o'zini podsvetkalari bilan. Mana bunaqa obzorlarni uyda qo'yib olib, bemalol uchastka bo'ladimi, kvartira bo'ladimi, mana shunaqa televizorda ko'rishingiz uchun televizorlarimizgacha o'rnatib qo'yilgan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Kirdik, o'ng qo'limizda bo'lsa, bu bizani kattalar uchun mo'ljallangan spalnamiz. Bu spalnamizda ham rangli pardalarning rangi, mana ikkita chetda qilingan rang, mebellarimizning rangi alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu tarafimizda ham xuddi shunaqa встроенный shkaf, oynali burchak qilingan. Bu yerda ham televizorimizning zonasida ham ko'rayotganingizdek, aka mana shunaqa ko'k rangli tanlab qo'yilgan. Xullas, televizor zona, oynali burchak, balkonimiz mana shundan boshlanadi. Bolalar xonasigacha ko'rayotganingizdek, mana shunaqa 5-qavatdan vidini ham ko'rinishi. Yunusobod tumani Ustishirin mahallasida joylashgan mana shu domimiz ham 5-qavatda 76 kvadrat plus 28 kvadrat balkoni bilan narxiga keladigan bo'lsak, narxini ham juda yaxshi so'rayaptilar. $136,000 deyaptilar. Kelishsa, ozgina o'tib beraman dedilar. Agar nobog'da qanchadir foiz 20-30% yetmay qolsa, rassrochkaga ham gaplashamiz. 6 oy nari berishisiga nima aytdilar? Rassrochkaga masalan boshlang'ichini berib turib, qanchadir pulingizni yig'ishtirib olishingizga vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, unga ham gaplashamiz deb aytdilar. Primoy joyi egalarining telefon raqamlarini shu yerda yozib qoldirdim.